Xudoni zorini qildim sizlarga bor-ku, o'sha ko'z uchun. Qarang, sabzini soqini iching, kuniga 1 litr iching, 1 litr kamida. To'g'ri, birozdan keyin rangingiz sarg'ayadi. Bilingki, muammongiz bo'lgani uchun rangingiz sarg'ayadi. Jigarni shunday tozalaydi. Teringiz qiz balaning terisiday bo'ladi. Tushundingizmi? Dod devoradi badaningiz bor-ku. Dermatit, permatit, kojniy заболевание, teri tanosil kasalliklar, yo'tal, po'tal, hamma narsa ketadi. Tumovlaringiz, burun bitishlaringiz, quloq, hammasi yaxshi bo'ladi. Tim bo'lib ko'zlaringiz shuni yaxshi ko'radiki, siz 1 oy, 2 oy iching, iltimos. Sog'lik kerak bo'lsa, iching shuni. Xo'p deng. Ertalab 1/2 litr, kechqurun 1/2 litr iching. Men sizga va'da beraman. Achki to'qib yurayotgan bo'lsangiz, achkisiz yurasiz. Xo'pmi? Siz shu bir marta hayotingizda shuni aytsangiz, Alloh taolo qiyomat kunida maloikalar ham hisobiga yetmaydigan bu ajrni beradi. Bu nima duo ekan? Bu tilimizga yengil duo. Allohumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika va li azim sultonik. Mana shuni ko'p ayting. Allohga qasam, siz mana shu xonadonimga kelganlik uchun aytaylik, men banda Allohning bir faqir quli. Mana shuni qancha ko'p aytsam illa Alloh beryapti. Qachon och qolsam shuni aytsam Robbim to'ydiradi. Qachon muhtoj bo'lib qolsam, muhtojligimda aytsam Alloh taolo behojat qiladi. Qachon bir ish so'rasam, qachon bir amal so'rasam, qachon bir kitobimda bir muvaffaqiyatni so'rasam, imtihonlarimda bir zafarlar so'rasam, ilmimda yanada mutaqaddimlardan bo'lishni so'rasam, nimaiki dunyoni barakotini so'rasam, sajdada mana shuni so'rayman, illa Alloh qalbimni xotirjam qiladi. Allah subhanahu wa ta'ala kuni kelib bizni boshqatdan tiriltiradi desa, yahudlar ishonmaydi, nasroniylar yo'q deydi. Qarang, ishonmaydi, yo'q, bir marta yashaymiz deydi. Lekin qarang, otamizni belidan bir najas suyuqlik orqali onamizni qorniga bizani solib qo'ydi-da, Robbil alamin. Ertaga qaytib tiriltirib olib so'roq qilish hech gap emas-da Allohga. To'g'rimi? Ya'ni biz hayotimiz davomida onamizni avratidan 2 marta o'tdik-da. Sun'iy yo'lda oppon bo'lib, qo'pol qilib aytaman, kirdik. Rivojlandik, alhamdulillah. 9 oydan keyin farzand bo'lib chiqdik. O'sha yo'ldan o'tdik. Nimasiga kibrlanamiz? Qornimiz to'la najas bo'q. Qaqqa kibrlanamiz? Nimaga ko'rolmasdan g'ibat qilib, gapirib, qanaqadir bo'lishimiz kerak? Ertaga o'lamiz, ketamiz. Kiygan eng zo'r kiyimimiz brendi kafan. Haydagan eng zo'r mashinamiz tobut. Yashagan eng zo'r uyimiz qabr. O'sha yoqqa tushamiz, uyimiz, haqiqiy uyimizga tushamiz. Qurt, qumursqa, ilon, chayon keladi, yeydi, ular ham najas qilib chiqarib tashlaydi. Qatiga kibrlanadi.